Assalomu alaykum hammaga. Mana Quvadagi obyektimizda ham ish jarayonlari ketyapti. Bu yerga travertin tiyaga xizmatlarini qilib berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli chiqyapti. 700-750 kvadrat joyimiz. Tushganimizga bir 10 kun bo'ldi. Xudo xohlasa yana 2 kunda bitiramiz. Ichkarilar polniy bitdi. Yaltirashlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Kimgadir shunaqa ideal xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli bitirib beramiz.